Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Muvaqqat istash uchun arzon uylarni reklama etishni davom etib keltirmiz. Hozir biz Xiva yo'ldamiz yana. Ko'rib turibsiz terrasa. Bana kelsak Xiva, bana kelsak Urganch. Batman bazarini menimcha ko'pchilik biladi. Batman bazarda 8 dona ichanda yapni bo'yinda 8 dona korpus qurilgan. Bir ko'rsatib o'taylik. 8 dona korpusning o'rtasida 6-korpus adashmagan. 6-korpusda 4-etajda 52 metr kvadratli ikki xonali joy sotuvga chiqdi o'rtoqlar. Narxi ham dum ajoyib. Video davomida aytib o'tamiz. Menimcha bu narxda Urganchdan topilmaysiz. Даже korobka holatida topilmaysiz. Chunki ichida remont bo'lgan, yana dum xondan bor narxda chiqib turibdi. Bu yerdan dum korpus ko'pchilik sotuvga chiqargan, lekin milliy narxda emas. Ko'pchilik qimmat narx aytadi, meni baxim milliy. Lekin asl narxi ham dum arzon beracaklar. Sroshniy pul kerak ekan, shu uchun sotacaklar. Krediti ya boshqa narsasi taqi yo'q joyimizni to'g'ri notariusga pul kelsa, notariusda odam o'tirib berdi o'rtoqlar. Orientirni tushuntirdik. Hozir esa ketdik. Joyni bir qator ko'rib chiqamiz. Aziz yurtdoshlar, Domnaldan yetib keldik yine. 4-etajdagi o'ng tarafda 52 metr kvadratli joyimizga yetib keldik yine. Devaraka tarafni bir ko'rsatib o'taylik. Devaraka tarafda yine mashin qo'yaman desangizlar, o'ng tarafda qo'yasizlar. Ballon idon joyina, killarni ham zarb qo'yib turadigan ko'ngillarni bu tarafdan mashin qo'ysa bo'ladi yine. Juda 8 dona korpusning o'rtasida yana shu 6-7 korpus ekan. Hozir esa chiqdik 4-etajni ko'ramiz. Girgandan ulu dairasimiz bor. Bir qator qani giring danishing. Girganda shunday keng dahlizimiz bo'ladi. Girganda yana jurak garderob qo'yasizlar, ham garderob bor ekan. Birinchi tualet bani ahamiyat beramiz. Tualet bani bir ko'rsatib o'taylik. Uyda ko'p holda odam yashamagan, umuman shuning uchun ganda bir ikki chang cho'ngina e'tibor beramiz o'rtoqlar. Tualet bani pulni ishga tushib turibdi. Banda bir spalnisi, radiatorlari, akvaynalarına bir qator e'tibor berasizlar. Oddiy fonda turibdina, ham yerida turishga qo'ying. Keyin podokoniklar ham qo'yilgan dashi. Bu tarafı bir gösteringizlar keng dalang. Keng dalangni bir qatorina ko'rib, bag'ri dil ochiladi odam ko'rsa. Endi bu yerda joy olaman deydiganlar, narxini bir qator aytib o'tamiz. Bunda huquqimiz narx o'rtoqlar 250 million. 250 milliona menimcha remont bo'lgan. Teng bo'yi 4-etaj Urganch yaqin joydan ko'p yerda bor. Chunki bilasizlar, shahar ichida korobka joydan 2 kanaldan 250 million korobkasini ham topolmaysiz. Chunki o'zlaringiz solib turgan joylarimiz bor. 250 million ham 2 kvadratni bermayapmiz. Qimmatroq bo'lib turibdi, to'g'ri. Bu birlamchi. Endi bu naq pul tashiysiz. Bir minus tomoni Urganchdan sal chetda 5 kilometrmi 6 kilometr ekan. To'g'ri shu Urganchdan qurugundan, idora qurugundan sho'racha. Bir sho'rni ahamiyat olmasangiz, atak uya muhtoj hozir yashayman deb turgan odamlar bo'lsa, narxi 250 million, yana pastda uyingizni nomer turibdi, kelishiladi o'rtoqlar. Bu tarafni ham bir spani ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tarafimiz oldi tarafina, pastda mashinani qo'yib bemalol parkovka etib, bana doğru chiqib yashayasizda bo'ladi. Ishlar ham normal yana. Menimcha 250 million bu arzon deb o'ylayman. Chunki tem bo'li remonti bilan. Shahar ichida 250 million korobka holatini ham ololmaysizlar. Shu bilan videomiz yakunlaymiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.